Bugün 1 dekabr, yani 2 kun oldin yetib kelgan katta partiyamizni bugun narxlar chiqdi, yetkazilmay qoldi. Klientlarga bo'lib bergan holatda 3 partiyani partiya qilib narxlarni realni qo'yib beramiz akalar. Undan keyin ikkita egiz bor, ya'ni 4 ta qo'yimiz bor egiz. Uni ham video davomida ko'rsatib ketamiz. Egizlardan boqaman, yoshlardan niyat qilganlar video manfaat bo'lsa bitta yurachak tirsilatib qo'yamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmas akalar. Birinchi partiyamizga soni 35 ta, 15 ta sovuliq, 20 tasi qo'chqor akalar. Yosh oyligi 4 oylik atrofida bo'yi 65 dan 70 sm ga yaqin akalar. Summasiga kelsak akalar, bir joyga olsa 3 million 300 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastlabkamiz bu. Samarqandgacha bo'lgan dastlabkamiz besplatni akalar. Soni 60 bosh, ikkinchi partiyamizga 40 boshi, sovuliq 20 tasi qo'chqor akalar. Yosh oyligi 3 oylikdan 4 oylikka yaqin, bo'ylari 65-70 sm yaqin. Sifatiga baho beriladi. Hammasi bir qo'tan bir cho'pon ekan. Narxga kelsak 3 million so'mdan 12 ta viloyatga dastlabkamiz beradi. Hammasi tinig'idan akalar. Obuna bo'lish esdan chiqmas aka. Sovuliq qo'chqor addini sotilaveradi akalar. Ellarga ham e'tibor beraverasizlar. Kelar hisorini sariq variantlardan mana keldi aka. Soni 15 ta, 11 tasi sovuliq, 4 donasi qo'chqor akalar. Summasiga kelsak akalar, bir joyga olsalar 3 million so'mdan taqalgani, bir dona 2 donaga ham kelishadigan joyi bor ekan. Aloqa chiqaverasizlar. Sifatiga baho berib qo'yasizlar. Akalar mana egizagidan so'raganga akalar, 3 tasi sovuliq, bittasi qo'chqor akalar, qizil kraskali qo'chqor akalar. To'rtovini bir joyga olamiz degan akalarimizga 3 million 200 ming so'mdan dastlabkasigacha Toshkentga yetadi. Sifatiga baho beraverasizlar. Niyat qilganlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar.